KFC uy sharoitida 3 baravar arzon tushadi. Qizlarjonlar, albatta buni qilib ko'ringlar. Tovuq qanotlarini marinovka qilib olamiz. Unga kraxmal, qizil paprika qo'shamiz. Tovuqlarni albatta tuzini, xohlagan pripravalarni solib marinovka qilsanglar bo'ladi. Bir kun oldin ham qilib qo'ysanglar bo'ladi. Tovuqlarimizni unga bulg'ab olamiz. Keyin suvga solamiz. Birpas suvda turganidan keyin suvdan olib, yana unga solamiz. Yaxshilab qoqib olib, qizib turgan yog'imizga asta-sekinlik bilan solamiz. Chiroyli qilib qovuramiz. Qovurish jarayonini olovni baland qilmaylik, o'rta olovda qovuringlar. Bunga xohlasanglar o'zingizlar sous домашний qilib tayyorlab olsanglar bo'ladi. Mana chiroyli rangi kirgandan keyin KFClarimizni salfetkani ustiga olamiz. Hammada albatta o'xshab chiqadigan retsept bo'yicha qilingan. Menga podpiska bo'linglar, like va kommentariyalarni kutib qolaman.